Buni hech va baxtli bo'l. Eujoni tomosha qiling. Menimcha tayyorsiz. Nima demoqchisan? Men bu borada juda ko'p g'oyalarni berdim. Menimcha siz buni bilishingiz kerak. Bizning sinfdagi qiz siz haqingizda roman yozadi va buni internetga joylaydi. Internetda hamma bu haqida gapiradi. Kim yozganini bilasizmi? Bu Youju. Men u ekanini aytdim. Bilaman. Nima, bilasizmi? Qanday qilib? Nega g'azablanmaysiz? Bu sizni bezovta qilmaydimi? Menimcha Youju xavfli. Siz buni o'zingiz o'qishingiz kerak. Kutib turing. Siz uni hali o'qidingizmi? Lekin siz hech narsa qilmadingizmi? Nega? Nega unga bu haqda shikoyat qilmadingiz? Nima demoqchisan? Nega siz unga alohida g'amxo'rlik qilasiz? Nega u kabi boshqalarga kuch sarflamaysiz? Faqat roman emas, maktabdan keyingi matematika ham nega faqat u? Janob, siz unga o'xshash odamni izlashingiz shart emas. 뭔가 착각하고 있는 것 같은데. Men buni qilmayman, chunki bu Youju. Men sen uchun ham shunday qilaman. Buni menga tiqishtirmang. Nima demoqchiman? Unga o'xshaganlarga emas, menga qarash kerak emasmi? Men Eun Hasuman. Hozir ikkalasiga ham ko'rsataman. Bolalar, ushbu web romanni tekshiring. Hikoya o'qituvchimiz haqida va aniqki muallif bizning maktabimizdan. Qanday hayvongarchilik? O'qituvchilarimizni Haqiqatdanmi? qo'shib do'st edik degan romanmi? Aniq janobga haqida. Voy, buni qara. Hey, sen ham buni ko'rdingmi? Sen ham bilasanmi o'qituvchilarimiz haqida? Ha, bilaman. Aqldan o'zgan. Ha, men ham hozirgina ko'rdim. Jin ursin. Tekshirish Kim buni kerak. yozgan? Ha, jin ursin, men bilan hazillashyapsanmi? Bu nima kichkina narsalar? Men qayerdan tushunaman? Bu raqamli roman. Erkaklar haqida va bizning yangi o'qituvchilarimiz asosiy qahramonlardan. O'qituvchilarning bir-birini yoqtirishlarini ko'rishingiz mumkin. Ga va Jun va bu muhabbat uchburchagi. Juda jirkanchli ekan, lekin menga nima farqi bor? Sen aytayotganingni tushundim, lekin menga kerak emas. Bu aniq tuhmat va ularning kasbiy huquqlarini buzish. Agar bu yetarli trafikka ega onlayn hamjamiyatda sodir bo'lsa, ma'lumotlar tarqalib ketadi. Lekin men maktabimizda bunday bo'lishini xohlamayman. Albatta yo'q. Hech qayerga boshingni qotirmagin, qizginam. Buni men hal qilaman. Shunaqangi boshim. Nimadir qilsam ekan, endi o'ylayapman. Xullas, bularni hammasini men hal qilaman. Sen esa tark et va hech qayerga aytishing shart emas. Davor. Shuyam boshimda bormidi?
Senmisan? Haqiqatdan senmi? Romanni sen yozdingmi? Rostdan ham ustozimizga asoslanib yozdingmi? Aqldan ozgansan. Gap shundaki, go'yo Shu sababdan chegaradan chiqib ketdingmi? Nega yaxshi narsa demading? O'zingni juda yolg'iz his qilding. Men tushunmayapman deb o'ylaysanmi? yo'q, noto'g'ri tushunma, go'yo bunday emas. Senga ishonmayman emas, umuman. Men shunchaki men bulardan uyaldim. Senga aytishdan rostdan uyaldim. Men sendan so'raganimda nega aytmading? Men birinchi bo'lib bilishimga va'da berganding-ku. Meni kechir. Xo'sh, bu senga nima berdi? O'zingni qanday his qilding? Qanday qilganini ham bilmayman, lekin o'sha ilomni qanday qilib bo'lsa ham bir necha kun oldin bilib olgan. Yo xudo! O'qituvchimiz haqida yozdingmi? Boshqa narsa haqida emas. Hammasi joyida bo'ladi. Agar sen muammolarni hal qilishni istamasang, boshqasini sinab ko'r. Fikrlar juda dahshatli. Natijasi qanaqa ekan? Hey, Hesu, sen Yojo Imuk ekanligini qayerdan bilasan? Bunga daliling bormi? Ganing maktabdan keyingi sharhi so'zma-so'z. Men buni siz ham ko'rishingiz mumkin deb o'ylayman. Unda uning birinchi xonaga kirgandan keyin aytadigan so'zlari ham mavjud. Nima? Sinfimizda faqat Yojo o'qiydimi? Agar bu boshqasi bo'lsa-chi? Bu qanchalik g'alati ekanini o'ylamaysizmi? Oy, hammani dida har xil bo'ladi. Sen birovni ishni targ'ib va tahlil qilishga nima haqqing bor? Yo'q, unda ustozlarimiz huquqi buzilishi-chi? Ular odam emasmi? Ha, mayli, bizni orqamizdan yozib yurgan bo'lsa-chi? Balki u hozir yozayotgandir. Maktabimiz haqida ba'zi chumolilar. Bu juda g'alati. Yanligini hamma biladi. Xo'sh, sen ham uni sherigimisan shunda? Hozir seni O'ylaymanki, biz undan to'g'ridan-to'g'ri so'rashimiz kerak. Jo, qalaysan keldinglarmi? Jo, yaxshimisan? Xayrli tong, yaxshi keldingmi? Tez orada bu yerga tartib-intizom qo'mitasi keladi va ota-onalarni chaqiradi, aynan yozuvchinikini. Ha, mayli, agar men bu yerda bo'lganligimda, meni ota-onamni qoldirardi yoki o'zim yer olsa-yu yerga kirib ketsam yaxshi bo'lardi. Biz ham shunday bo'lsa yaxshi bo'lardi. Aqldan ozgan it. Qaysi qirti? Bo'yiga qo'l ko'taryapsanmi? Bo'ldi qizlar, ajralinglar qizlar. Voy, to'xta, qo'yib yubor. Bo'ya, Dugonajon, bo'ldi. Bo'ya, bos, men Bu yerda nima bo'lyapti? Sochini bittalab yulamiz bu qirtni. 여의주 Yoyju, men bilan yur. Hey, itvachcha, hammasi tugadi deb o'yladingmi? Bo'ldi, yerga kelib, senga uzoqlashmayman endi. Bu yerga kel, yaramas ekansiz. Ustoz, o'zingizni hech narsa bo'lmagandek tuting. Men o'z muammolarimga sizni ham qo'shishni xohlamayman. O'zing haqingda qayg'urmasliging kerakmi? 건가? Men aybdor ekanligimni bilaman xolos. Shuning uchun
Hammasiga o'zim tayyor turishim kerak va kim savol berishidan qat'iy nazar ularga hech narsani bilmayman deb ayting, xuddi boshqa o'qituvchilar kabi. Bu mening ishim, bu mening natijam va hammasiga faqat o'zim aybdorman. Ustoz, iltimos, siz bunga aloqangiz yo'q. Tartib imtihon qo'mitasiga murojaat qilishing kerak. Nima deyishing va qanday javob berishingni o'ylab ko'r. Va bunga yaxshilab tayyorlan. Xo'p, Men ham javobgar bo'laman. Va albatta men ham qisman javobgarman. Ammo sen o'z qisming uchun javobgar bo'lasan. Bu muqarrar. ha, bilaman. Ishonchim komilki sen qo'rqyapsan. Sen ham qayg'u va uyatga to'lasan. Hamma narsa parchalanib ketayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo bu hayoting tugadi degani emas. Bu hozir shunday tuyulishi mumkin. Lekin unday emas. Nima bo'lishini bilmayman. Ammo natijalardan ko'ra muhimroq. Uni olish jarayonida o'zingizni qanday komplitatsiya qilasiz? Va bu bilan shug'ullaning. Nima haqida gapirayotganimni tushundingmi? Ha, Direktor sen bilan uchrashmoqchi. Borishing mumkin. bu nima? Hoy qiz, senga bu nima deyapman, tushunmayapsanmi? Qanday qilib o'z narsalaringga o'qituvchilarni qo'shasan? Tarbiya bergan ota-onang qayerda qoldi? Nima qilishim mumkin endi bunga? Kim xonim, bu hikoya Maktabda nima uchun o'qiyapsan? Seni o'qituvchilaring o'qityapti. Qanday qilasan bu ishni? Qanday qilding? Qanday qilding? O'qituvchilaringga nisbatan buni qanday qilding? Yo Xudo, o'quvchilar qayerga qarab ketyapti? Zamon qayerga qarayapti? Nima uchun? Xudoyim, men buni darhol o'chirib tashla. Hoziroq o'chirib tashla. Hoziroq bor yo'qol ko'zimga ko'rinma. Buni qil. Yo Xudo, sizga achinaman. Nima bo'lsa ham uzr so'rayman. Kim xonim? Bir gap aytsam bo'ladimi? Aslida Nafratingiz qo'zib ketyaptimi? Bularni ichingizga saqlang. Hozir buni ota-onasi keladi va ularning yonida Yun Dongju, Janob Na va boshqalar hamma o'qituvchilar qatnashadi. Bu endi ochiqchasiga ochiq qilinadi. tushundim. U maktabdan haydalishi ham mumkin. Bu umuman aqlga sig'dira olmaydigan ish. 그래서 이게 뭔데? Nahotki sen shuni nimaligini bilmasang? Diqqat bilan tingla. Sen va u va vusu va u. Kelinglar buni qisqacha tushuntiray. Sen uni yoqtirasan, u esa seni yoqtirmaydi. Nega biz rozi bo'lishimiz kerak? Nima? Bo'ldi, unut. Lekin Qanday qilib u qiz bunday narsalarni yozishi mumkin? Mening obrazimni qanday bema'ni yaratganini ko'ryapsizmi? Qachongacha uni o'qimoqchisan? Qiziqib qoldingmi yo? Xo'sh, uni asarini o'qiding. Bu qanday g'alati? Buni u bizdan beruxsat qildi. Nima qilish kerak bilasizlarmi? Men uni sudga beraman, nima deysiz? Nima sababdan sudga berish kerak? Ha, tuhmat. hoy bolalar, tartibsizlik boshlanadi. Hoy, qanaqa tartibsizlik? Bu biz o'ylayotgandek oson emas. Yo'qmi? U bu ishni bizni ruxsatimizsiz qilgan. Bizni har bir qo'ygan qadamlarimiz. U bizdan ruxsat so'ramadi. 인해서 우리가 피해를 입었다면 Biz uni fuqarolik sudiga da'vo qilishimiz mumkin. Haqiqiy hayot va fantastika o'rtasidagi chegara haqida aniq qoidalar yo'q. 작가의 의뢰 Ammo muallifga atalgan savollar Voy bo. juda ko'p. Hoy, ko'rdingmi? Ha, aytgancha, nega u seni yoqimli mushukchadek ta'riflagan? Shunday kuching bo'lsa-da,
Bilmadim, lekin agar sudga berishdan voz kechsak, 문제가 되지 않아. keyin muammo bo'lmaydi deb Shunday o'ylayman. qilib, asosan Juning jazosi nima deyishimizga bog'liqmi? Shunday. 교장쌤 Direktor nima dedi? 지금 난리 났지. U asabiy bo'lsa kerak. Majlis bo'ladi. 한다고. U hammani ishtirok etishini xohlayapti. Shuni bilishimiz kerakki, u bizning o'quvchimiz. Shunday ekan, biz kelishgan holda biron qarorga kelishimiz kerak. Nima qilishimiz mumkin? Qanday jazo berish mumkin? Vusu, sen shafqatsiz jazo berish uchun yaxshilab o'ylab Voy. ko'r. Nima? Har birimiz o'zimiz qaror qabul qilishimiz kerak. Yaxshimisan? Boshqalar haqida qayg'urma. Ular bir hafta ichida bosiladi. Dada, Qizalog'im, seni shu yerda ko'rdim. kerak emas. Nega kerakmas? Sen Ha, kasalmisan? yo'q, shunchaki biroz charchagandim. Siz yaxshimisiz? Bugun ko'p ishladingizmi? Ishdan kech qaytyapsiz. Bu to'g'ri. Budjetni ko'paytirish uchun odamlarning shikoyatini hal qilish kerak. Lekin yuzingni ko'rganimda darhol barcha stresslarim yo'qoladi. U ketdi. Qizalog'im, muzqaymoq Yo'q, yeysanmi? shart emas, dada. Qizim, men senga judayam zo'r maslahat beraman. Odamzod yashashda davom etsa, men bu hayotni bilardim. Qayerda bo'lsa ham hamma yerda tashvishlar juda ko'p edi. Menimcha bu kutilganidek edi. Shunday ekan, hayotingda nima bo'lsa ham ko'p tashvishlanma. Sen qachon tashvishlanayotganingni bilmaysan, lekin bu tashvish dunyodagi eng katta narsadek tuyuladi va albatta bu senga yoqmaydi. Men sening yoshingda bo'lganimda butun dunyo mening ustimga qulayotgandek his qilardim. Ammo orqaga qara. Buning barchasi ko'z ochib yumgandek o'tib ketdi. Hech narsa chiqmadimi? Yo'q. Men hech narsa yo'q desam bu yolg'on bo'ladi. Ammo orqaga qara. Masalan, hayot so'qmoqlari. Hayot so'qmoqlaridan qadamma-qadam yurasan va yurishda davom etasan. Demak, shunday. Faqatgina o'z tezligingdan bor. Shoshilma va o'zingni ko'p urintirma. Kerak bo'lgan paytda dam olish ham yaxshi. Men doim seni qo'llab-quvvatlayman. Shunday ekan, charchaganingda men senga suyanchiq bo'laman. Bu safar qanchalik qiyin bo'lmasin, bular oxir-oqibat o'tib ketadi. Rostini aytsan, buni o'zim ko'rdim. Dadajon, rostini aytsam, sizga aytadigan gapim bor edi. U nima demoqchi? Bilmayman.
Nega bunday qilyapsan? Bu nima? 야, 너 요즘 무슨 나가. 일어나. Oy, dada, men internetda webtonlar yozaman. Webtonmi? Boshlagan vaqtlarimda 8-sinf edim. Rosti hech kim o'qimasdi. Shunga qaramay men webton, ya'ni roman yozishni juda yaxshi ko'rardim, chunki undagi personajlarimni sekin-sekin jonlanib borishi meni juda hayajonga solardi va men webton yozishda davom etdim. Hattoki men maktabga borishni xohlamasam ham, ertalab turgim kelmasa ham, kechasi webton yozish juda ham qiziqarli tuyulardi. Men bilardim bu unchalik yaxshi ish emasdi, lekin hayotimda ilk bora nimagadir xursand bo'lishni va nimanidir chin dildan yo'qotishdan qo'rqishni tushundim va bu webton yozish edi. Ha, demak roman yozding. Kimlarga o'xshading-a? Xo'p, yaxshi. Asl muammo nima ekan? Oxirgi ishim juda ham mashhur bo'lib ketdi. Hattoki layklar va kommentlar milliondan oshib ketdi va nashriyot ham uni nashr qilishga taklif berdi. Bu juda zo'r-ku. Men sen bilan faxrlanaman, qizalog'im. Ammo webton ustozlarim haqida edi. Men bosh qahramonlarni o'qituvchilarimga asoslanib yaratdim va endi butun maktab, hattoki direktor ham biladi. Shuningdek, qo'mitani chaqiryapti ota-onalar majlisiga. Nima? Bu men yozgan webton. Uni o'qib chiqingizlar, men esa xonamda bo'laman. Nega roman uchun intizomiy sud chaqirish kerak? Salom hammaga. Bu Biz do'st edik degan romanning muallifi Imuk. Sizlarga bir narsani aytmoqchi bo'lib yuzlanayotgandim. Ayni vaqtda Biz do'st edik degan romanni o'z shaxsiyatim va ilg'or g'oyalarimga asoslanib umuman yaratmaganman. Men bu asarni atrofimdagi shaxslarning shaxsiy hayotiga tayanib va ularning qilayotgan amallariga asoslanib yaratdim. Ayni vaqtda buni ko'rib, eshitib, his qilib, har kuni ko'rib, xuddi shunday qildim. Rostini aytsam, o'zimni ilg'or g'oyalarimga asoslansam, men buni umuman qila olmasdim. Oldingi asarlarimni hattoki bir kishi ham ko'rmasdi. Xullas, shunga asoslangan holda aytmoqchimanki, men hammadan kechirim so'rayman. Hikoyani yaratishda juda ham xursand bo'ldim. Men bulardan juda hayajonlanib ketdim va hattoki o'chirish haqida o'ylab ham ko'rmagan edim. Bilaman, men yomon ish qildim va bunga asosan javob berishim ham kerak. Men boshqalarga zarar yetkazishni va haqorat qilishni xohlamayman. Shu sababli endi bu asarni o'chirishimga to'g'ri keladi. Qachondir yana asarlar yozishim mumkin, lekin ishonchim komilki, keyingi asarlarim o'zimning g'oyalarimga asoslangan bo'ladi. Sizlardan esa shuncha vaqtgacha kelganingiz, faol bo'lib meni kuzatganingiz uchun kattakon rahmat aytaman. Ko'rishguncha do'stlar. Bu Imuk. Nafratga to'la kommentlar va har xil fikrlar umuman bo'lmaydi deb o'ylayman. Keyingi safar men o'z ishlarim bilan qaytib kelaman va meni hech kim hech narsaga to'sqinlik qilmaydi. Bu shunchalik yaxshi bo'ladiki, meni kuzatuvchilarim har doim meni qo'llashadi va hech qanday narsa yomon bo'lmaydi. Lekin hozir men buni qila olmayman. Men bu romanda davom eta olmayman.